yapon tili imtihonlarida matn qismi bor, dokkay deydi. Inglizchada reading bo'lsa kerak. Hozir ChatGPT orqali imtihongacha bo'lgan tayyorlanishni samaraliroq va tezroq qilishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, mana shu N2 darajadagi o'rta darajadagi tekst tanlab oldim. Buni rasmga olib, Google Translate'dan tekst shakliga o'tkazib, mana bunaqa qilib Telegramga tashlab olaman. Bu tayyorlab olgan tekstimni GC Info saytiga tashlab, mana bunaqa ko'rinishda ekran chiqadi. Bunaqa qilib furigana ustiga furigana qo'ydirib olaman. Hozir bizga qiyin bo'lib tuyulgan bunaqa katta matn ustida furiganalari bor, o'qish uchun qulay bo'lgan matnga aylandi. Oxirgi etap shu tekstni yana bir marta copy qilib ChatGPTga tashlaymiz va iltimosiga shu tekstni kanji birikmalarini ro'yxat qilib o'zbekchaga tarjima qilib berishini so'raymiz. Va bizda hosil bo'ladi shunaqa shaklda ro'yxat va kanjilar. Tekst ichida qatnashgan barcha kanjilarni o'qilishi, yozilishi va ma'nosini tarjima qilib, chiroyli qilib, klaster shaklida lug'at qilib beradi. Oxirida biz nimaga ega bo'lamiz? Umumiy matnni tekst shakli xohlagan payt copy qilib, tarjima qilib qayta ishlash mumkin. Undan keyin ustida furiganasi bor. Qayta o'qib yodlashga, oxirida o'sha tekstda qatnashgan barcha kanjilarning tarjimalari.